أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة، له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصوم. كتاب الصوم شو ترتيب بويتشا: الصلاة والزكاة الصوم. أشهد السكاجن بويتشا إسلام أساسلرنىڭ 5 أساسنىڭ birisi رمضان ayida ro'za tutish. قال الصوم في اللغة مطلق الإمساك. لغة ma'nosi tutishdan iborat. Gap so'z qilmay jim turish, tomoq binasi yopishmaslik, harakat qilmaslikdek hammani o'z ichiga oladi. Yuqalu samat ash-shamsu idza waqafat fi kabad as-samai wa amsakat an as-sayr sa'at az-zawal. Kun tutdi degandek bunda ishlatsa arablar samat ash-shams deb, ya kun ro'za tutdi degandek bunda ishlatsa, kun tiklashgan chaqda, peshin bo'lgan chaqda osmonning qahrida shunda to'xtab qolgandek, harakat qilmay jimjit turgandek ahvol bo'lib qolsa, samat ash-shams deydi ekan arablar. Xuddi harakat qilmay jim turib qolgandek, to'xtab qolgandek. Wa qala an-nabighatu khaylun siyamun wa khaylun ghayru sa'imatin tahta al-ajaji wa ukhra ta'luku al-lujma. Bir top atlar jim turgan holatda, siyam degan mishada jim turgan holatda. Va khaylun ghayru sa'ima, ya'ni ba'zisi harakat qilib turayotgan holatda. Tahta al-ajaji, chang tuzan bo'xinoq ostida. Va ukhra ta'luku al-lujma. Lujum lejamning ko'pligi, yugan. Ba'zisi chang tuzanning ostida, ba'zisi yuganlarni chaynayotgan holatda. Ağzı yügen tatip koysa, çaynagandek ağzını müdürlatsa, ta'alluq deyim, yani tam dağ degan ma'noda, yoki taluku degan ma'noda. Nabigat az-Zabyanining bu she'rdan mahalli shahid khaylun siyam degan mushu sifatlashida. Siyam, saimning ko'pligi desak, ay mumsikatun anil alafi va ghayru mumsikat, va khaylun ghayru saima degan, ghayru mumsikat degan bo'ldi. Mumsikat anil alaf debdi, ma'noda ahlab bilmay jim turganni sifatlamoqchi deb izohladi. Ba'zi kitoblarda chapmay yoki harakat qilmay jim turgan deb izohlaydi. Ahlab bilmay va harakat qilmay jim turgan demoqchi. Xuddi bu yerda yugurish, chepish yoki harakatdan to'xtaganini ko'rsatadi. Yana ba'zi oyatlarda gap so'z qilmay turishni ko'rsatadi. Masalan, Sura Maryamma: "Inni nazartu lir-rahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya." Yani gap so'z qilmayman degan ma'noda. Yani bu imsak anil kalam degan ma'noda. Bu lug'at ma'nolari va fi ash-shar'i ibaratun an imsakin maxsus. Shariatdagi ta'rifi, izohlanishi bu alayda bir xil tutishni ko'rsatadi deydi. Wa huwa al-imsaku an al-muftirat ath-thalath. Bu bo'lsa-mu, eg'iz ochib turgan 3 turlik narsadan saqlanish. Muftirat ath-thalath, ya'ni at-ta'am va ash-sharab va al-jima'. Bi sifatin maxsusa. Bu uchdan saqlanishmi ma'lum bir sifat bilan bo'ladi deydi. Nima sifat esa va huwa qasdu at-taqarrubi min shaxsin maxsus. Alayda bir sifatli kishiningki Allah Taalaga yaqinlashish niyati bilan shu narsadan saqlanishi ko'rsatadi. Qasdu taqarrub an-niyya sadira min shaxsin maxsus demakchi. U bo'lsa-mu va huval muslim bi sifatin maxsusa. Ash musulmon qanday sifatli bo'lishi kerak? At-tahara anil haydi va nifas. Hayz va nifasdan xoli, pak bo'lgan musulmon bo'lishi lozim. Fi zamanin maxsus.
Bu maxsus bir zamanda kılınılan ibadet değil. Ve huve bayadun nahari min tulu'l fecri thani ila ghurubiş şems. Bu bolsumu taң atkan çağdan tartip, yani taң atdı el-fecr sadiq mesela. Taң haqiqi atkandan tartip gün patkan kadar bayadun nahar degan şu ufukda ko'riladigan kunduzdan kilayotganlik yo'riqligi yoki al-bayad al-mustatir ufukda to'g'risi kelgan bir oqlik bo'ldi. Ash bayadun nahar. Agar uzunisi kelgan unda asrdek oqlik bo'lib qolsa, u fajr kazib. O hisoblanmaydi. Boshda bomda to'xtadan burun uzunisi kelgan bir tayoqdagi yo'riqlik paydo bo'lib, keyin yana qop-qorong bo'lib ketib, keyin ondan to'g'risiga yo'riq, ya'ni zimin bilan osmonning o'rtasida shunda bir oqsizlik paydo bo'ldi. Shu ondan al-fajrul mustatir yoki al-fajr sodiq deydi. Shu chaqdan boshlab kun patgan qadar shu orliqda ro'za tutishdan iborat. Bu tarifni hamda bironta fuqaholar oldidan af'al maxsusa, fi zaman maxsus, bi fi'l maxsus, bi shurut maxsusa deb endi bir tarif qilib o'tib, keyin ondan yana bir tarif qilib uni izohlaydigan odati bor. Hozir unda qilmaydi ulamolar. Bir qatimlam ta'riflaydi, ikkinchi qatim ehtiyoj tushmaydigan. Tarif degan aslida tunishtirish yoki izohat degan ashunda to'liq bir narsani tunishtiradigan, atrof tunishtirgan bo'lishlar. Boshqa bir qatim bir tunishtirib, af'alun maxsusa, bi shurutun maxsusa, bi sifatun maxsusa, bu maxsus nimadan iborat? Yana bir izohatdan yakida. Hozir mana ikki izohatni birlashtirib ekan. Wa huwa faridatun muhkamatun yakfuru jahiduha wa yafsuqu tarikuha. Mush Ramazon ro'zasiningki hukmi farz. Buni tanıgan kishi kafir bo'lib ketadi. Bu ro'zani tutmagan kishi fasiq hisoblanadi. Farz ibodatni qilmaganlik uchun. Sabatat fardiyatuhu bil kitob. Bu farzligi Qur'on Karimning oyatlari bilan isbotlangan. Wa huwa qawluhu ta'ala: "Faman shahida minkumus-shahra falyasum." Yana kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Mush oyatlar bilan isbotlangan. Wa bis-sunnah, yana hadislarda buning farzligi kelgan. Wa huwa ma marra min al-hadith fi kitab as-salah. Yuqorqi kitab as-salatda o'tgan hadislar shu qatodan deydi. Ya'ni ro'zdinki farzligini ko'rsatgan dalillardan. Bu bo'lsa-mu bunyal islom ala khams deb kelib va savm Ramazon degan. Wa qawluhu sallallohu alayhi vasallam sumu shahrakum. Mush yanlar daruz tonlar degan mush hadisni bor. Undan boshqa hadislar bor, ammo o'rinda hamda shu bir nechini misol qilib bo'lgan ekan. Oyatlardan boshqa oyatlar bo'lishi mumkin, hadislardan bo'lishi mumkin, lekin ala sabil misal bayon qilib qo'ydi. Bundan boshqa sumu ru'yati va aftiru ru'yati degan hadislar bor. Wa sababu wujubihi ash-shahru. Vacib bo'lgan chaq vaqt nima desa, o'sha oy. Ramazon oyining kirishi bilan ro'za tutish vojib bo'lib ketadi demakchi. Sabab vujub o'shada shu vaqtni ko'rsatdi. Li idofatihi ilay. Chunki biz ro'za tutishni Ramazonga mansub qilib ataymiz odatda. Savm Ramazon yoki shu bunyal islom ala xamsiga ashadistimi va savm Ramazon deb kelgan. Başında mansub qilingan bo'lgancha bu shu oyga chetishlar demakchi. Ham bu oyga chetishlar deb qolsa, shu oyninki bir qismi shunda kirish bilan ro'za tutishni boshlashing vojib bo'lib ketadi deymiz. Masalan, Ramazonning kechasi kirdi-ku. Ajri kalendar bo'yicha kecha kunduzdan burun kirdi. Masalan, Sha'ban chiqdi. Ramazon kirgan chaqda shuni kun patganligidan namozshandan keyin Ramazonninki kechasi kirdimi? Birinchi kunning kechasi kirdi. Kechasi kirgandan keyin shu kecha boshlanishi bilan biz ertasi kunduzni ro'za tutishimiz vojib bo'lib ketadi. Va li takarrurihi bi takrar ash-shahr. Ya'ni har Ramazon kelsa
Yani ro'za tutish vojib bo'laverdi. Undan keyin ro'za tutish vojib bo'lgan chaq Ramazonning kirishi ekan deymiz. Oyatdami faman shahida minkumish-shahr. Sizlardan kimiki shu oyning kirganligini ko'rsa, ro'za tutsin, ya'ni ki oyga bog'lab qo'ygan bo'lsa, shu oy deb qaraymiz. Buning asosan bu mush oy yoki mush kun deb bunda sababul vujudni bekitish orqali ulamolar boshqa masalalarda chiq furuatni shuningga asosan belgilaydigan bo'lsa, Hanifi mazhab hozir oy dedi. Shunaman sababul vujud oy dedi. Oyga va kullu yawmin sababu vujubi sawmi dedi. Her bir kunmo shu kunda ro'za tutish vojib bo'lgan chaq shu dedi. Bunun asasen bazı furuatның hükmü o'zgaradi. Masalan, bir sarang ekan, bu Ramazonning birinchi kuni o'ngshilib qoldi. Taqlishi joyida saq. Keyin ertasi yana saranglik qaytdi. Agar bu sababul vujub oy desa, bu birinchi kuni saqolatni o'tkazib, qolgan 29 kunni sarang holatda o'tkazgan bo'lsa, Ramazondan keyin o'ngshalgan chaqda 29 kunni qazosini qilish lozim. Sababul vujub shahri. Shu oy kirgan chaqda bu aqlishi joyida mukallaf ro'za tutishi vojibmi? Vojibdir. Undan keyin bu oy buni vojib bo'lib ketdi deb turadi. Agar kundan parchalab deb qolsa, shu kunda bu o'ng holat deydi, saqdi. Undan shu kuni ro'za vojib. Ikkinchi kuni boshlangan chaqda bu sarangti u chaqda vojib emasdi. Undan keyin Ramazon ketgandan keyin 29 kunni tutmushim bo'ldi deyishim. Yani kun ya ay deyishning farqi shundaroq bo'ldi. Qala sawmu ramadana faridatun ala kulli muslimin aqilin balighin. Ramazon oyini ro'za tutish har bir baliq aql musulmonga farzdir. Adaan va qadaan. Ado qilishim farz, ado qilmay o'tib ketgandan keyin qazosini qilishmi o'xshashlar farz. Ammal faridatu, farz deyishimizning dalili bo'lsa, falima zakarna, biz yuqorida tilovat qilgan oyatlarga asosan falima zakarna, falima talawna desa tafhum. Wa amma al-islamu fali'anna al-kafira laysa ahlan lil-ibada. Musulmon deb shart qildik, chunki kafir ibodat ahli emas. Garchi ibodatga buyurilsa-mu, lekin iymon din iborat sharti topilmagan bo'lg'achqa o ibodat qildigan kishi emas. Wal aql wal bulugh, aql baligh bo'lishi degan shartmi bor. Nima uchun? Fali anna as-sabiyya wal majnuna ghayr mukhatabayni. Chunki sabiy bilan majnun bu g'ayr mukallaf. Shariat ahkomlari xitob qilinmaydi, buyurilmaydi. Lekin unda sabiy bo'lib qolsa, bardosh qila oladigan, masalan, qishning kunlari bo'lib kun qisqa chaqlarda 10 yosh, 11 yosh, 9 yosh bolalarni biz ancha-muncha ro'za tutishga chiniqtirish, ashuni o'rgatishdan ancha-muncha ro'za tutqizib odatlantiramiz. Xuddi namozdimi bolalarni ertasigacha namoz buyuringlar, 10 yoshga kirgan chaqda ancha-muncha adablab namoz o'qitinglar degan o'xshashlar. Bu o'rgatish va ko'ndirish uchun aytda qilamiz, lekin ularga farz emas. Wa amma adaan ada qilishi farz didoq nima uchun degancha fali qawlihi ta'ala faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Ena buyurganlik uchun mushu oyatda. Faman shahida minkum ash-shahr mushu oyda muqim holatda safar qilmay, tini sog'lom holatda mushu oyni ko'rsa, ro'za tutsin, ro'za tutish vojib deb buyurgan bo'lg'achqa mushu oyat ada qilishi farz. Wa amma qada'an endi bu oyda ro'za tutmay qolgan bo'lsa, mushu oy chiqib bo'lgandan keyin qazosini qilish farz deyishimizning dalili Alloh taolaning fa'iddatun min ayyamin ukhra. Boshqa kunlarda tutilmagan soni bo'yicha qazosini qilib olsin degan mushu buyruqi. Ya'ni falyasum iddatan min ayyamin ukhra. Ramazondan boshqa oylarda Ramazonda tutilmagan kunlarning soni bo'yicha qazosini tutib olsin demoqchi. Yuqorida shartlarni bayon qilish jarayonida tini sog'lom va muqim tug'an iborat ikki shart nimada?
Kesel kişiye ruhsat. Aşı ayette ruhsat kılgan. Ya sakaygan çağda kazasını tutuyorlar. Ya ki sakaymaz kesel olab ya tini aciz kişi olup kalsa fidye beriş. Ev ala seferin faiddetu min ayyam ukhar. Sefer üstü bulup kalsa onun ruhsat kılalı. Ondan keyin tini saqlam, sefer qilmagan holatda jutib turayotgan musulmon aql baligh bo'lsa, ro'za tutishi farz deymiz. Qala wa sawmun nadri wal kaffarati wajibun. Ama Ramazanning ro'zasining hukmi farz. Buni bayon qilyapti. Uningdan boshqa farz va vojib ro'za qaysi? Esa uningdan boshqa nazr ro'za bo'lib qolsa, bu mu farz. Kaffarat ro'zlarimi bu farz. Nima edi vojib deb iborat surdigo? Ba'zi ulamolar kaffaratning va nazrningki manda sababli bo'lg'achqa buni vojib desakmi bo'ldi degan ulamolar bor Hanifi mazhabdan. Lekin bu yerda shu Hanifi mazhabda farz demoqchimiz. Vojib degani ya'ni ro'za tutish kerak jihatdan farz demoqchi. Ya tajovuzan vojib deb iborat surgan bo'lishi mumkin. Yoki ba'zi ulamolar shu oyatlarning ana shu kaffarat nazrning o'simi oyatlar isbotlangan. Oyatlar isbotlangan bo'lsa bo'lsa farz bo'ldi. Farz bilan vojibni mazhabda ma thabata bi dalilin qat'i fa huwa fard va ma thabata bi dalilin dhanni fa huwa wajib degan. Ama şu nazrning dalilimi oyat. Kaffaratning dalilimi oyat ku ko'pincha kaffaratning. Lekin bu farz bo'lish kerak. Thabata bi dalilin qat'i. Nima uchun vojib deb iborat surdingiz desa, balki ba'zi ulamolar bu oyatlarning umumligi taxsis qilinib ketgan bo'lg'achqa, buni qat'iyligi zidilangan. Lekin bir daraja ojizlab, dhanni dalolatlik bo'lib qolgan. Ya'ni bu oyat o'zi qat'iy subut bo'lsa-mu, lekin dalolat jihatdan bir qatim bir taxsis qilinib ketgandan keyin dhanni dalolatlik bir ahvol tushib qolgan bo'lg'achqa, buni vojib deb qaraymiz deganlar bor. Miyada shunning tariqasida vojib degan bo'lishi mumkin yoki tajovuzdan vojib farz bu amal ishlarda o'xshash bo'lg'achqa deb vojib deb bergan bo'lishi. Ya'ni farz demakchi. Ammo nadru bir-birlab kelsak, nazr qilish degan asli shariat vojib bo'lmagan bir narsani o'z ustiga vojib qilishga iborat. Masalan, ayolim tug'sa 3 kun ro'za tutma, yo men ko'y sadaqa berma, yo imtihondan o'tsam bir hafta ro'za tutaman degandek o'z ustiga vojib qilish nazrda bor. Faliqouli taala nazr ro'za bo'lib qolsa, buni tutish vojib, farz deyishimizga sabab mushu dalil bo'g'achqa val yufu nudurahum nazrlarni ado qilsin degan mush oyat bo'g'achqa. Ve kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem fi binadrik nazrında tuğan deb buyurgan mush hadisi. Buxoriy Muslimda kelgan ibora ev fi binadrik. Hazrat Umar jahiliyatda Masjid-i Haramda bir kecha e'tikof qilishni nazr qilgan. Keyin Madinaga kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan munda jahiliyatda munda nazr qilganda qanday qilsam bo'ladi desa ev fi binadrik degan. Buxoriyning iborasi lafzi awfi binadrik. Bu awfadin ma huwa fi digina wafadin fi'l amr fi. Wa amma al-kaffarat, unda kaffaratli kelsak, yani ba'zi bir jinoyat, ba'zi bir gunoh ishni qilib qolgan chaqda shariat ashuni gunohini juyishga ro'za yoki sadaqa yo pul azod qilish shunda uni belgilagan. Şunun içinde ro'za tutish bor. Masalan, qasamning kaffarati shu ro'za tutamiz. Yana ehramlik holatda chechim tushirib qolgan bo'lsa, uni ro'za tutish bor. Zaharninki arqa 2 oy ro'za tutish. Ramazon kunduzda jimo qilib qolganning kaffaratini arqa 2 oy ro'za tutish. Xato adam o'tirib qolganning shunda müşterli kaffaratlı bor. Bu kaffarat ve nuzur babida tafsil bayan qilindi inşallah. Qala ve ma siwahu naflun. Yani Ramazan ro'zasi nazr qilgan ro'za ve kaffarat ro'zalari mushula farz yoki vojib. Undan boshqa ro'zalar nafl qatoriga kirdi. Bu nafl degan farzdan ortiq ibodatlar demak. Lianna nafla fil lugha mutlaq ziyada. Ortiqlikni bildirgan so'z nafl degan. Anfal degan shunda. Yasalunaka anil anfal. Ashmu ortiqcha degan ma'noda. Va fi shar'i az-ziyadatu 'ala al-fara'id wal wajibat.
farz va vojiblardan ortiqcha qilingan ibodatlar degan ma'noda. Undan keyin bu sunnat ro'za tutishni o'z ichiga oladi, musnafl. Farz vojibning boshqalari degandan keyin sunnat ro'za tutish, masalan qaysi? Ashura, har oyning 3 kun ro'za tutish, masalan. Ashurani 10-kunni, 9-kunni birga tutish sunnat Hanafi mazhabida. Ashurani yolg'iz emas. Shunda mandub, mustahab ro'zalarni hammani o'z ichiga oladi. Qala wa sawmul eidayni wa ayyamut tashriqi haramun. Yani yuqorqilari farz va nafl ro'zalarni bayon qilgan bo'lsa, tuvandikisi harom qilingan, cheklangan ro'zalarni bayon qilyotdi. Sawmul eidayn, ikki hayit kunida ro'za tutish harom. Ikki hayit kunninki biri ro'za hayit kuni, biri qurbon hayit kuni. Endi ro'za hayit kuni hayit deb bilib, hozir har yili diyorimiz shunday qilib oldi-ku. Hayit kuni deb, lekin o'rinlashtirishda shunda Ramazonning 30-kuni bu deb endi o'rinlashtirayotgan bo'lg'achqa shaxslar majburiy ro'za tutdi. Ham tutib bo'lgandan keyin ro'za tutish lozim. Chunki bu hayit kuni. Endi hayit kuni deb Saudiya Arabiston ya boshqa islom ellarida atoatan oy qarab, oy ko'rib, undan keyin bekitgandan keyin bu hayit kuni ekanligini shunda isbotlasa, bizning diyorimiz turib, "Ya biz oy ko'rmadik" deydi. "Voy, sen oy kurashga unda osmonga qarab baqdingmi? Oyni kurashdan sen osmonga unda bir qarab baqdingmi? Qachonda qaraydiganligini bilamsan? Qaysi tarafga qaraydiganligini bilamsan? Qiyoli uyda turib, "Ya biz oy ko'rmadik. Bizning juda oy ko'rgandan keyin 30-kunni tutamiz." Unda shumay. Oy qarashing lozim. Endi oy qaramagandan keyin, oy qargan musulmon qarindoshlaringizga guvohlik bilan isbotlangan oy kurashni hisob qilishing lozim. Shunga hayit kunda ro'za tutganlar bo'lib qolsa, buzib o'tishi vojib. Bo'lmasa gunohkor bo'ldi. Yo'q, ro'za tutgan bu yaxshi tutsa, bizga ortiq tutayotgan bo'libdi. Bu hamda nadonlikdan. İbadet degan Alloh va Rasuli bekitib bergan bo'yicha bo'ladi. O'zimizningki xohishi bo'yicha bo'lmaydi. Va ayyamut tashriq. Tashriq kunlari bu Qurbon hayitininki 2-chi, 3-chi, 4-chi kuni. Ya'ni Zulhajjiningki 11, 12, 13 3 kun. Bu ro'za bilan munosabatsiz. Haramun. Yani şu kunlarni 5 kun deyiladi. Ro'za harom bo'lgan 5 kun desa, bu shu Sawmul Eidayn va ayyamut tashriq. Ba'zi kitobda va 5 ayyam deb qo'ydi. Yani şu ro'za hayit va Qurbon hayitining birinchi kunlarini ro'za tutishning haromligida ijmo va ulamo. O bir mazhabning unda bir qarashi unda shu. Bunda hech qanday ixtilof yo'q. Chunki aniq cheklama nahiy kelgan bunda. Ro'za hayit kuni shu birinchi kunlar harom. Ikkinchi kundan tortib tutsang bo'ldi. Yani biz odatda hayit 3 kun, ya ba'zi 4 kun deymiz-ku. Lekin ro'za hayitning birinchi kuni shu hayit kuni shu. Shu birinchi kunda ro'za tutish harom, ikkinchi kunda cheklanmaydi. Lekin Qurbon hayit kelsak, Qurbon hayitninki kendillam ayyamut tashriq, yoki ayyami mina kelgan bo'lg'achqa, bu kunlar yeb ichadigan kunlar deb ko'rsatilgan bo'lg'achqa, shu oyatda "Vazkurulloh fi ayyamin ma'dudat" sanaqliq kunlarda Alloh taologa ko'p zikr etinglar deb buyurdi. Sanaqliq kunlar qaysi kunlar desa, ayyamut tashriq. Ba'zi olimlar hayitning birinchi kunini qatidi. Ayyamin ma'dudat. Ko'pinchisi yo'q shu 2-chi, 3-chi, 4-chi kuni Qurbon hayitining deb shunday qaraydi. Masalan biz Qurbon hayitining birinchi kunini Yawmul Eid deb tushunamiz. Bu Zulhajjining 10-chi kuni, 9-chi kuni Arafat kuni deb biz harf kuni deymiz. Arafat degan harfa deb o'zgartirgan bo'lsa. 11-chi kuni ayyam tashriqning birinchi kuni. Ayyam tashriqning birinchi kuni. Yawmul Qar deydi. Yawmul Qar degan Minadan bugun turgan kun demak. Yawmul Istiqrar degandek. Aytsa 12-chi kunni Yawmun Nafril Awwal. Minadan kessa ruxsat qilingan birinchi kun. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi. Aldirab mang'adganlar olib qolsa, 2 kunda tashni etib, mang'si bo'ldi degan bo'yicha shu kuni tashni etib, aldirab ketganlar olib qolsa ruxsat. Endi uning atisi qolsa, va man ta'akhkhara fala ithma alayhi. 13-chi kuni Yawmun Nafril Athani.
yoki yevmi sadr. Minadan butunlay hammadan kezdigan kun. Ayyam tashriq nima uchun tashriq deb atalgan? Tashriq mashruqdan chiqqan deb qarasa, shu shuruq kun chiqqandan keyin ayit namozni o'qib, undan keyin ondan qurbonlikni bo'g'izlab, undan keyin shu yeb ichib turgan bo'lg'achqa ayyam tashriq deb atalgan deyish mumkin. Yo'q, ba'zida bu go'shtni optaqqa qaqlab qurtib olgan kunlar bo'lg'achqa qurbonlikni qildi, go'shtni qolgan yeb tugatolmaydi, issiq buzilib qoladi. Lekin uni optaqqa qaqlab qadid deymiz. Qadid degan optaqqa qaqlab qurtib olgan go'sht. Hadisda innama ana ibnu imra'atin kanat ta'kulul qadid. Optaq qaqlagan go'shtni yeydigan bir ayolning bolasiman. Rasululloh tavozu bilan shuni degan. Arablar shuna go'shtni qurtib olgan odati bor edi. Ya'ni go'sht optaq qaqlanib qurtilgan kunlar degandan kelgan bo'lishi mumkin. Uning boshqa tahlillar bor. Yani şu ayyam teşrih kunlari Hanifi mazhabda ro'za tutish harom dedi. Ama bazı ulamalar o'xshamagan qarashda bo'lgan. İmam Shafi'i şu İmam Abu Hanifaga o'xshash ro'za tutsa bo'lmaydi deb qaraydi. Yani mushkullar ro'za tutishni qabul qilmaydigan kunlar. Ro'za tutilmaydigan, ro'za tutish degan narsa bu udilmaydigan kun faqat. Qanday ahvolda kishi bo'lib qolsin, osh hajda, hajj tamattu ya qiron qilib bir qo'y hadiya qilish vojibku. Shu hadiyani qilmagan kishi talafat ayyamin fil hajj va sab'atin idza raja'tum deb 10 kun tutishvatgo. Shuning hisoblabmi masalan Mina chiqishdan burun ro'za tutamagan bo'lsa, ay Mina kunlarda 3 kunni tutib olay, undan keyin gachidan jutum qaytib ketma deb qolgan bo'lsa, ashuningmi tutsam bo'lmaydi deydi. Hanifi mazhab bilan Shafi'i mazhab. İmam Malik bilan İmam Ahmad va Avzailar shu qurbonlik topolmagan kishi tamattu va qiron uchun ro'za tutsa bo'ldi. Undan boshqa ro'zalarni tutish harom deb qirgan. Ba'zi sahobalardan va Shafi'i mazhabidagi ba'zi ulamolar ro'za tutsa bo'lardi deb qirgan. Ayyam tashriq. Chunki Sahih Buxoriyda kanat Aisha radhiyallohu anha tasumu ayyam Mina. Ayyam Mina degan shu ayyam tashriq. Ayyam tashriqning yana bir ismi ayyam Mina. Mina kunlari ro'za tutdi Hazrat Aisha deb kelgan Sahih Buxoriyda. Yana Hazrat Aishadan, yani Ibn Umar radhiyallohu anhudan qala lam yurakhas fi ayyam at-tashriq an yusamma illa liman lam yajid al-hadiya. Bu Buxoriyning rivoyati. Hadiya qilishga qurbi yetmagan kishilar Mina'dagi ayyam at-tashriqda ro'za tutishga ruxsat qilingan degan. Danki mushu mutamatta yoki qarin hadiya qilinmay, hadiya o'rniga ro'za tutib qolsa, Mina chiqishdan burun tutamagan bo'lsa, 3 kunni, Mina'da kunlarda 1-2 kunni shunda tutib olsa bo'ldi degan qarash biroz rajih. Mushu Sahih Buxoriyda kelgan bo'yicha. Yevmi tarbiya kunda ilgari tutib oldi ashba. Chunki bu Ashr Zulhijja kirib qoldi emasmi? Yani 8-kuni yevmi tarbiya, Minaga boradigan kun. Tugilarni sug'urib, suvni elib, Minaga yurish qilgan kun. Shu hajning nimasini 8-kun, 7-kun, 6-kun tutib olsa bo'ldi. 3 kunni. Shu kunlar tutilmagan bo'lsa, keyin Minada ayyam tashriqda tutib olsa bo'ldi demak. Nafrul avvallallam tavafil ifoda qilib qilib qolsa 3 kunni talata ayyamin fil hajj degan bo'lmadi. Shu 3 kunga ruxsat qilgan. Lekin Hanifi mazhabda ayyam tashriq, Shafi'i mazhabda shunda mutamatta'mi, qarinmi hadiya topolmagan chaqda tutsa bo'lmaydi. Ya undan ilgari tutsa oladi yoki juda tutsa. وصوم العيدين وأيام التشريق حرام لرواية عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم النحر وأيام التشريق مشتركن لا رزقن توسقان ديان مشاهدسك أساسا. يعني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إذا قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر بمتفق عليه حديث. Ma kitaptadır Yevmul Fıtr'ның hadisini ekemedi şunama. Biz muttafaqun alayhi hadisden dedine ekep koygan bulduk. Ve qala sallallahu aleyhi ve sellem fi eyyam Mina. Eyyam Mina degan ayyam at-tashriqni ko'rsatdi. Yoki Yevmul Nahr bilan billa ketibsa 4 kunni o'ziga oldi.
İnneha eyyamu aklin ve şirbin ve bi'alin. Müşküller, yani eyyam-ı teşrik, ya ki heyt günü bilen billah 4 gün, bu yep işidigan ve arxutunçılık kıldıgan günler. Bi'al yani cima demek. Ba'al deganni zavj deymiz. Bu hadisni acizroq tapdi. Lekin Sahih Muslimda, yani bu hozir mahalli shahid hozir. Yani şu akaga lafzi mushu şekilde rivayet aciz. Lekin uni boshqa Sahih hadislar bor. Masalan, Sahih Muslimda ayyamu mina ayyamu aklin ve shurbin deb kelgan. Yani bir rivayetda ayyamu tashriqi ayyamu aklin ve shurbin deb kelgan. Yani bir rivayetda ayyamu aklin ve shurbin ve zikrillahi azza ve celle. Hangi ma acizlarsa onunla şu hadisini saplab qo'ysak. Ve yevmul fitri ma'murun bi iftari. Rozet günü mü eg'iz ichib o'tishga buyurilgan kun. Bir kunlama, 3 kun emas. Yuqori hadisda Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu qala nahan nabiy sallallohu alayhi vasallam an sawm yawmil fitri wan nahri. Muttafaqun alayh. Ve fi savmihi mukhalafatul amri. Rozet günü roz tutuasa, rozet günü qurbayet günü roz tutuasa, aşı cheklashga xilof qilgan bo'ldi. Tutma davatsan sen ta'til qilib tutgan bo'lsa. Ve mukhalafatul ism. Hatta ta şu ismga zid chiqgan bo'ldi. Yawmul fitr deb ig'iz etish kuni deb atsa shariat, sen buni yawmus savm qilib olgan demek. Ve ala zâlikel icma'. Yani aşı rozet günü bilan qurban günü 2 kunda roz tutsa haram bo'lganligiga ijmo bor. Yani ayyam tashriqda ixtilof bor deymiz, ama yani bu yuqorqisi haram qilingan ro'zalar. 2 kunda va ayyam tashriqda roz haram. Bunun başka makruh deb qaralgan ro'zalar bor. Va kitobda bayon qilindi. Mesela savm yawmish shak makruh. Arlıqda eg'iz açmaylar 2 kunni ulab ro'za tutish bu makruh. Ashura kuni yolg'iz ro'za tutish bu makruh. Shanba kuni yolg'iz ro'za tutish bu makruh. Lekin bu kitobda bayon qilinmadi. Ba'zi olimlar juma kunini ayrim tutishni makruh deb qaraydi. Qala wa sawmu ramadana wa an-nadr al-muayyan yajuzu bi niyyatin min al-layl. Ramazon ro'zasi farz ro'za ve nadr muayyan bu farz ro'za yejuzu bi niyetin min al-layl. Kechsi niyat qilib tutsimi to'g'ri bo'ldi ama chataq yo'q. Shu al-afdal. Am normal bo'lmagani va ila nisfin nahar tushgacha arliqda niyat qilib tutsin bo'ldi. Kechida atroz tutma degan niyat bo'lmay. Mesela Ramazan'da biz keçide zorluk yiydik, şu niyetimiz var, tutulmaz degan. O inaqim. Bazı adamlar aslan hayatta ben seferge çıkmakçı. Ramazan, hayatta sefer kılma, İskender'e varma, Ürümçi'ye varma deb, hayatta roz tutmayı ya, deb tutmay, bunda niyet kılışım mümkün. Şu an bu sefer çıkayım mı, çıkmayım mı, tutayım mı, tutmayım. Sefer çıkıdığın boğazını tutmazsak ruhsat battı. Belki kesel adamım o tutayı tutmayı da tanışım mümkün. Dağındıkken bu karak bulanmay, şükçe aşında ötep gitti. Lekin bir narsa yemeslik şartım. Roz tutqandek ötkizlep gününe çöşmesinden saat 11 yerine. Peşimge azan çıkıştan yarım saat, 1 saat burun kadar karak kılışı lazım. Şu çağda saat 11'ler kadar mesela buldu. Roz tututay ya bugün dep kalsa tutası buldu. Ya sen keçide zorluk ya ki zorluk insanın keçide karak kılmağan, niyet kılmağan demeyimiz değil. Yani bir mezhebinki alayda karışmağı. Başka mezhepler unumaydı bununla. Hazır muşununla ruhsat kıyığına dikkat etsenler, savun Ramazan olan nediril muayyen, iki ruhsat kıyığı. Muşikiste, tuş boğuca, gün tikliş boğuca karar kılsan maylı, niyet kılsan maylıdır. Bunundan başkası var. Mesela kapparat rozlarda, Ramazan'ın kazasını tutulan günlerde, yani neziril mutlak bulup kalsa, yani neziril muayyendir o, neziril mutlak bulup kalsa, bunun rozda da ruhsat kılmasın. Bu bunun ikinci kılıdır. Ve bir mutlakın niye? Ramazan'ın farz rozasını tutma diyendek niyet bulması mı? Nefler roz tutma edip lan niyet kesin bulardır. Mesela Ramazan'da birisi roz tutay da niyet kılan bolsa, bu Ramazan'ın hesabı kırılır deyimiz. Yani roz tutuş diyen nimisine hesap kılıp, nefler diyen gepine hesap kılmayıp, onun ornuna Ramazan diyenine kılıp lan hesaplık
to'g'rilab yurmaz. Chunki uning nafla degani bekor. Chunki Ramazonni farz ro'zani tutish vaqti deymiz. Bu va bi niyatin nafl degan shu. Va bi mutlaq niyat degan ro'za tutay deb boshqa hech qanday maqsad qilmay qilsin mayli bo'ldi. Ama metnin ibaresi ama şer'ni okusak takım düşünüş buluşum. Ya'lam enne niyete şartun fis-savm. Niyet ro'za tutish uchun shart. Başka ibadatning shart shunda. To'g'ri. O'xshash. Va huwa an ya'lama bi qalbihi annahu yasum. Maya diqqat qilinglar. O'zining dilida, ko'nglida ro'za tutaman deb buni bilish shu niyat shu. Yani bir yerda tili bilan bunda ibora bilan niyat qildim, ro'za tutishga degan bir iboraning gapi yo'q. Namozdan chiqdi-ku. Masalan, bir mazhab bu ig'zoki niyat qilish uchun lozim deydi degandek amaliyotda niyat mahalluhul qalb. Yani bir mazhabning kitoblarida shunday chiqdi. Bu ig'zoki niyat qilishing lozim degandek narsa bir mazhab yo'q. Bu bir mazhab shaqni qilganda bir gap. Mana va huwa an ya'lam bi qalbihi annahu yasum. Yani ko'ngilda bir ro'za tutma, shunda bilsa, shuna bir ma'lum bo'lsa bo'ldi. Chunki an-niyya mahalluhul qalb. Hatta masalan kis qopab zo'liq ismi shu niyat hisobida. Chunki bu ko'ngilda shu ro'za tutma endek bir niyatni ifodalaydigan narsa. Wala yakhlu muslimun an hada fi layali shahr Ramazon. Ramazon kechalarida odatda musulmon kishi bundan xoli, bu ro'za tutish niyatidan xoli bo'lmaydi. Faqat bundan ig'ir kasal yoki uzrli kishilar bo'lib qolsa, ular niyat qildi, yaqinmaydi. Lekin odatda normal musulmonlar 90% kishilar mesela shuni niyat ko'ngli bor. Wa laysat an-niyatu bil-lisani shartan fi-s-sawm. Ta'kidlab deyapti. Ro'za tutgan chaqda til bilan niyat qilish shart emas. Til bilan birga deb qarshi masalan, mayl bo'pti deyish mumkin. Yoki harom emas, yo bidat emas deyish mumkin. Bu ishkiy masala. Lekin ibodatning to'g'ri bo'lishi uchun og'zingda niyat qilishing shart degan gap yo'q. Wala khilafa fi awwal waqtiha. Niyatni qachondan tartib qiladi bo'lsa, dastlabki vaqtida ixtilof yo'q. Masalan, kun patgandan keyin ro'za tutma desa, bular g'urub shams. Lekin kun patishdan burun uxlashi, niyat qilsa, asr vaqti, peshin vaqti, bunda chalma ro'za tutma deb niyat qilsa, hisob bo'lamdi, hisob bo'lmaydi. Chunki biz sababul vujubni har kunda bir yangindo dedik-ku. U kun taxachimidi. Yani kun patgandan keyin shu kun kirdi. Kun patgandan keyin sababul vujub andin bo'lgan bo'lg'achqa kun patishdan burun niyat qilib qolsa, vojib bo'lishdan burun niyat qilib olgandek bo'lib qoldi. Vaqtalafu fi oxiri. Undan keyin boshlanish nuqtasi ittifoq. Ya'ni kun patgandan keyin niyat qilsang bo'lgan vaqt bo'ldi degan ittifoq. Lekin qachon qadar niyat qilvasi bo'ldi? Niyatni kechga masalan eng oxirgi nuqtasi hisob bo'lgancha qachon. Undan keyin niyat qilib qolsin bekor deydigan vaqt qaysi desak, alama nubayyinuhu inshaalloh taala. Biz ko'nda buni bayon qilamiz. Lekin bayon qilishdan ilgari Zufarninki bu yerdagi bir ixtilofini bayon qilib o'taylik demoqchi. وقال زفر رحمه الله النية في صوم رمضان ليست بشرط للصحيح المقيم. İmam Zufar Ramazan ayı bu Ramazan ro'zasiga xos bekitib ketgan vaqt bo'lg'achqa bu onda niyatga ehtiyoj yo'q deganda bir gap qilgan. Niyat bo'lsin bo'ldi deganda. Qanday kishiga lis-sahih al-muqim, muqim turayotgan, teni sog'lom, ya'ni bu ro'za tutishi farz kishi. Ama kesaljon, musafir bo'lib qolsa, ixtiyorligi dedik-ku. Uningda cho'qim niyat bo'lish kerak deydi. Zufar al-marid wal musafir bo'lib qolsa, niyat bo'lish kerak, niyatga muhtoj deydi. Lekin sahih al-muqim bu niyat qilsin, qilmasin, zodi shu oy ibodat qilishga bekitilib ketgan shunda bir bo'lg'achqa niyat qilmay, yepishmay bunda ro'za qanday o'tkazsin hisob shunda degandek bir gap qildi. Bu ajra qarash, shundadimi? Hanafi mazhab imomlardan birisi degan bo'lishqa bunga raddiya berib ma'moqchi. Li'anna zamana mutaayyinun li sawmil fard. Yani Zufarning asoslangani mushu Ramazon oyi, mushu bir oy farz ro'za tutishga bekitilib ketgan, belgilanib ketgan chaqda. Fi haqqi sahih al-muqim hatta la yajuzu ghayruhu.
Ayında boğaçqa, şunlaşqa, aş Ramazan ayda Ramazan rozasidan boshqa rozani tutsa bo'lmaydi, bekor. Aşında derecede bitilib ketgan. Famata hasala fihi imsakun. Şun qachoniki roza tutqandakla aşında yemek içmekdan xali aşında turish bo'lib qolsa, waqa'a an fard Ramazan. Ramazan farzi ado qilgan bo'lardi. Niyat qilmasimi deydi. Li adam muzahamat g'ayri. Chunki Ramazan oyida boshqa roza bu Ramazan oyi bilan talashib qolgan ahvol yo'q. Mush oy zoti Ramazan rozasiga xas bitilib ketgan. Ondan başqa rozani tutanmaysa, tutaysan tutanmaysa. Undan ekan sen niyet qilmay, roza tutganda o'ttasanmi Ramazan rozasini tutgan bo'lsa. Wasara ka'ita'i degandikilar bu dalilni buldi. Qiyas qildim ahulga. Ka'ita'i nisabi jami'ihi lil faqir ba'da al-hawl. Biz zakat masalasida zakat vojib bo'lgandan keyin bütün iqtisodini faqirga sadaqa berib o'tib qolsa, keyin zakatni qayta bersa demaymiz. Zakat saqit to'lab ketdi degan bu. Shuni tutilib, shuning kasb turib, Hanafi mazhab qarashini matqinmoqchi. Sizma zakat masalasida zakat vojib bo'lgandan keyin zakat deb ba'midi buni sadaqa deb hammani sadaqalayotsa, zakat berga masalan 100 ming qo'ysak, 100 ming iqtisod bor ekan. Bunga 2,5 ming kiramda 2,5 ming ko'yin zakat deb berib, qolgan 90 nachini sadaqa deb ba'midi hamma sadaqa bilan beribsa, farz zakatmi shuning bilan gadini saqit to'lab ketdi degantingiz, qayta berish kerak emas degantingiz. Ularga shu bir qismi bo'lgan 2,5 ming ko'ymi shuning ichi birlik ketgan bo'ldi deydi. Shu ish bilan mutayin bo'lib ketdi demakchi. Endi ma Ramazonnimi yemek içmek nimadan saqlanib qo'yinda roza tutgandek turish bilan bu Ramazon rozasi shu qatorda ketdi deymiz demakchi. Bu ham bak yaqin kelmaydigan bir qiyos. Ya'ni shu bir qismi 2,5 ming ko'yi zakatga muayyinlashib ketdi. Muayyinlashib ketgan narsani bu sadaqa deb uyon-buyonga boshqa narsaga aylandira olmaydi. Sadaqa deb ba'simi bu zakatga mulkiyat majbur. Bazı sadaqa deb ba'di, lekin zakat niyati yo'q. Shunda odamlar bu zakatga minib ketdi. Undan keyin Ramazon rozasini roza tutmay turay desimi, majbur shunga avtomatik shirkitdi deydi. Undan keyin bu niyat qilmasimi, roza tutgandek yemek içmek ihtimal qilmayda tursa, roza tutgan hisobda o'tmaydi. Xuddi bu kishi zakat berishni qilmasimi, zakat bermasimi, zakat bergan hisobda qilib o'tgandek deb bunda qiyas. Bu qiyas albatta tutmaydigan qiyas. Aciz. Mutlaq sadaqa bo'ldi, lekin buni mahalli sadaqa butunlay yo'qolib ketgan bo'lg'achqa biz hisob qildi deb hisoblabdik. Kitob zakatda shu masalani bayon qilgan. Bunga Zufarmo, imommo ma'qul kelgan. Valana biz deymizki, Hanafi mazhabning vakillik qarashidagi ulamolar deymizki, annahu ibadatun. Bu Ramazon rozasi degan bir ibodat bu. Fala yejuzu illa bin-niyya. Niyat olmasa durust bo'lmaydi bu. Boshqa ibodat qilish shunday. Innamal a'malu bin-niyyat degan mushaddiska asosan. Bundan keyin roza tutaman deb niyat qilmay, masalan, yemek içmek topolmay qilib, masalan, uydan sir chiqib bir yerga avtobusga chiqib bir yerga bordi. Xitoylar malisi ekan, o yerda halol bir yemek mushratmidi? Bir narsa ya Moskvada ekan masalan, halol bir narsa ushlatolmay kechog'icha namoyishga qadar uy qaytib qolmay, yeb şey desam halol bir narsa ushlatolmay majbur roza tutgandek uyga qaytib kelsa, namoyishda uyda g'izashlar roza tutganlar o'xshash bo'ldi. Ba'zi kunda shunday bo'ldi-ku, ayga roza tutsa bo'ladi ekan deb qoldim. Yani kechda tomoq yeyish fursati bo'lmay qoldi. Masalan, shu Xitoyning yerlarda Moskva yerlarda shunda bo'ladi. Halol bir narsa shirqilib bo'lmaydi. Bu niyat olmagan ekan, roza hisob bo'lmaydi. Bu Ramazon rozasi yerdan saqit bo'lmaydi deymiz deydi. Chunki innamal a'malu bin-niyat. Bu faqat roza tutish degan niyat yo'q bunda. Ilgari roza tutish degan bir niyat bor. Mutlaq niyat yoki niyati nafl bor. Yani ibadet niyati batan unda. Bu yerda ibadet niyati yo'q deydi. Ikkisining farqi shu. Mümkün değil. Çünkü nafl deganimiz ibadet niyati. İbadet için roza tutay da'vatsan deydi. Lekin hisob. Mutlaq niyat roza tutay degan farz rozaga uni tayin qilmay, undan qilsam, yani şu aşımı ibadet için tutuş. İbadet için roza tutish degan bir mazmun niyat bor, shu yetarli deydi.
Ama Züfer'nin degeni ahval şu. Yemek içmek tabanmay mecbur tutmagandek ahval bolup kalsa bu ibadet niyeti yok onun da. İnnemal a'malu bin niyat. Kişide Müslüman da niyet kılmay. Ki atsa ayınıp tamak yediğe ya tabanmay keşkiçe aç kalgan bolsa bu ibadetli kılmaydı. وَلِمَا مَرَّ فِي الصَّلَاةِ namaz babıdımı bu türlük mesele ötüp kettir. وَلِأَنَّ الْاِمْسَاكَ قَدْ يَكُونَ لِلْعَادَةِ çünkü tamak yemeslik degan parazitluğa tamaktan parazitloş. Yani işler bazı bir adet sebabından bo'lishi mumkin. Bazı xalqlar badaviylardan bazı bir jutlarda shunda bir ish ketgancha kechiktirib tamak yeydigan odat bo'lishi mumkin. Avli adamul ishtiha yoki tamak yeyishgan bo'pti. Avlil marad ya kasallik sababidan tamak yeysa singmaydigan har xil sabablar tufayli yemagan bo'lishi mumkin. Avli riyada deganimiz uruqlash, yadash uchun qilayotgan narsa. Hozir namozdan chiqadan uruqlaymiz deb tamak yemaydiganlar bor. Masalan, va yakunu lil ibada. Ba'zidan ibodat uchun bo'ldi. Bunda olga fala yata'ayyanu laha illa bin-niyya. Ana bu ibodat uchun ekanligini belgilaydigan narsa nima? Shu niyat. Niyat bilan bu ibodatga deymiz. Niyatning foydasi odat bilan ibodatni ayirib turdi. Yani ibodatning turini mi bekitib turdi. Sen peshimning farzini o'qiyman degan niyat bo'ldi. Ya ishkirga sunnat o'qiyman degan niyat bo'ldi. Sunnat bilan niyatni farq qilgan narsa. Kel qiyam ila salat. Masalan, namozga o'tirish. Namozga o'tirish uchun niyati belgilab berdi. Niyat to'g'richa bu odam namoz o'qiyman deb turdi deydi. Bu o'rtirishga odatda o'rtirdi, qo'pilishi ama bu namozga yoki nimada ayrilmaydi. Lekin niyat bo'lsa namoz o'tirdi deb ayiramiz. Va adal khumsi ila al-faqir. Mesela rakazlab qalsa 5dan biri 20% zakat qildi deydi. Shuni faqirga berish kishi. Bo'lmasa xumusmi yoki odatga bir sadaqami aniqamasdi, lekin niyat bilan mushu men topgan boylikning 20% zakati deb niyat qilsa, ash xumus ado bo'ldi. Agar undan niyat qilmay 20% miqdor kelganda shunda bir sadaqani berib nuqasa keyin yana berish kerak deyish mumkin niyat qilgan ekan. بخلاف تعيين وصف النية lekin niyatning sifatini bekitish buni o'xshamaydi. Hanifi mazhabda mutlaq niyati bo'ldi, nafl niyati bo'ldi deydi. Ana o'ziningki ashunimini ma'nodan so'rib chiqmoqchi. Bu faqat niyat qilgan bilan o'xshamaydi. Nafl ro'ztum desimi buning bir ibodat nisba. Ro'ztaya deb lekin hech kim belgilamasa buni bir ibodat ro'z niyati bor. Lekin nafla ya farzgan sifat muhim emas. Fa innahu la yushtarat. Bu shart emas. Li'anna as-sawm al-mashru'a fihi la yatanawwa. Chunki ro'z tutish nafl ro'z bo'lsin, farz ro'z bo'lsin, kaffarat nuzulning ro'zi bo'lsa hamma ro'zninki shakli bir xil deydi. Mana namoz o'xshash emas. Namozniki ba'zi namoz 3 rakat, ayt namozi ortiq takbirli va har xil namoz. Lekin ro'zda shu Ramazonda tutgan ro'zimi shu tong atgandan kun patgan qadar yemek ichmay shu bo'yicha turimiz, nafl ro'zdimi shu oraliqda shu bo'yicha turimiz. Uning farqi yo'q. Har xil emas. Wa qawluhu yani qawlu Zufar az-zaman muta'ayyinun li sawm al-fard. Bu Ramazon degan farz ro'zaga bekitilib ketgan, uni unda medilat qilinmaydi degandek so'z bo'lib qolsa, buni raddiyarimizga na'am, shunda Ramazon ro'za uchun belgilangan oy. Lekin idza hasala as-sawm falima qultum innahu hasala. Lekin endi ro'za tutmay, imsak, as-sawm nishada al-imsak demakchi. Mesela yemek içmey, ro'za qadimda bunda bir narsa iste'mol qilmay turgan odam bo'lib qolsa, sizlar nima uchun shar'iy ro'za vujudga chiqdi deb turasizlar? Demakchi. İza hasala as-sawm yani iza hasala al-imsak an-muftirat. Al-imsak an-muftirat sizlar sama siyaman shar'iyan divaldanlar demakchi. Zufarga shunday deydi. Amaliyotda bu nimadan iborat? Shar'iy ro'za tutdimi yoki odatdagi bir farz tutgandek ish bo'ldimi desa, bu yer bo'g'avol annahu hasalal imsak. Bina iste'mol qilmay turdi bu. Ro'za tutdi degan gap yo'q. Va qad kharaja javobuhu. Ya bu imsak bo'lgandan keyin, bu niyat bo'lmagandan keyin, yoki ro'za
tutdi degan gap yo'q. Yani yuqorida shu niyat masalasida buning javobi berilib bo'lganlikdan bo'ldi. Birisi niyat qilmay, yapishgan narsa topolmay, och qilib, kechda namozshandan keyin ondan og'iz ochqandek bir fursat topgan bo'lsa, nima uchun sizlar shariatga ibodat vujudga chiqdi deysizlar? Amaliyotda bu ibodatmi nima? Yo, ibodat majbur bu och qoldi. Ro'za tutadigan niyat yo'q buningda. Mana bu imsak deymiz. İmsak vücudga chiqdi. Lekin savm shar'iy vücudga chiqmadi. Savm shar'iy vücudga chiqish uchun biz niyat shart, innamal a'malu binniyat degan. Lekin bu dalilingizga javob berilib qo'yayapti debdi. Zufarning bu qarishi bak ojiz ekan. Va amma hibatun nisob, unda qiyos qilgan dalil keldi. Qiyos qilgan daliliga raddiya bermoqchi. Bütün mal mülkini şundaqlam sadaqa berayotgan kishi, hadiya berayotgan kishi kelsak, siz shuni qiyos qilgansiz, biz deymizki, qulna wujida minhu ma'nan niyya. Bu yerda niyat bor. Men Allohning savobiga erishay, roziligiga erishay deb bütün malni sadaqa berayotdi bu. Ibodat niyati bor emas. Va huwa al-qurba, mana Allah'ın razılığı ve Allah'a yakın bulaş niyeti var. لِحُسُولِ الثَّوَابِ بِهِ. Çünkü aşımda sadık verirse savaplar erişimde erişmemde erişti. Bundan bu ibadet. İbadet ve itibar. وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِي الْمَوْهُوبِ. Muş sebepten kakırge verirken aşınasında yeni varsan bulmaydı değmez. لِحُسُولِ الثَّوَابِ. Çünkü sen onun karşılığını hep boğandak. Amma huna lekin bu ochqal odamning masalasiga kelsak, hasala mutlaq imsak. U och qoldi dedi. Yoki o'zi faraz tutib uruqlaydi deb tunashingandek bo'ldi. Wala thawaba fihi. Uni savob bo'ldi shu. Uruqli oladi balki. Walihada la yakunu sawman kharija Ramazon. Shuna bunda ahvol bo'lsin. Och qolgan ahvol bo'lib qolsa, Ramazon oyida emas, boshqa oylarda, boshqa kunlarda ayında açkalar namazşandan keyin ondan tamoq topalsa bu ro'za hisoblamtoq ya. Ramazonning sirtida ro'za hisoblamaysiz siz buni. Undan Ramazondan sizmi o'xshash demak. Warawal Quduri anil Karhi. İmam Quduri kunyati Abul Husayn 428-yilda vafot bo'lgan. İmam Qudurining ismi Ahmad ibn Muhammad ibn Ja'far al-Baghdadi al-Quduri. Muxtasar al-Quduri at-Tajrid degan kitobning muallifi. İmam Quduri bu mazhabning mushu bizning mazhabga vakillik qilgan qarashlar bir kitob sanatayotgan ulamolik bir ulamo. Shu bu mazhabda al-kitob deb mutlaq shunda atab qolsa İmam Qudurining muxtasari maqsad qildi. Ba'zidan al-kitob desa Qur'on Karim maqsad qildi, dalil. Lekin bu mazhabning kitoblarini bayon qilishda al-kitob deb qolsa İmam Qudurining kitobi. Xuddi nahvda al-kitob deb qolsa Sibawiyning الكتاب شو مقصد من عندك؟ أنا الكرخي أبو الحسن ما برسى أبو الحسين ما برسى أبو الحسن. مو أنا بمذهبنا شو القاعدة اللي بيكتكلم علماء كرخي مثلا طحاوي جساس بولا مش ده أنا بمذهبك شو علماء أنه أنكر هذا القول. إمام قدوري كرخي أستاذ ذاك إمام قدوري أستاذ كرخيدن İmam Zufarning mushu so'zini qattiq tanqidlaganligini, to'g'ri topmaganligini rivoyat qildi. Ankara hazil qildi. Ya'ni Ankara degani ya bunda demoqchi emas. Mumkin emas İmam Zufar bunda demaydi. Bu bir g'alati gap deb shu qarashni tanqidlash bilan birga İmam Zufar bunda demoqchi emas, ya bunda demaydi deb nafiy qilmoqchi. Ya'ni bu gapni İmam Zufar demagan degan qaysi gap? Ramazonda ro'za tutish niyatga muhtoj emas degan qarash. Ankara hadal qawl an Zufar. İmam Zufardan kelgan mushtarashni yo'q bunda gap yo'q deb turgan. Va qala innama madhhabuhu an yakfiyahu niyatun wahidatun ka qawl Malik. İmam Zufarning demoqchiligi ay Ramazonning 5'idila İmam Malikning shunda qaragan. Ramazonning 5'ida bu shu Ramazon oyida mana inshaalloh ro'za tutmoqga degan bir butun niyat bo'lsa, shu niyat yeterli. Ramazon har kunda yangidan bir niyatni yangilamasimi, ay boshqa bir butun niyat yeterli deb qaraydi demakchi. İmam Malik ham shunda qarash kelgan. Ramazonning bashi bir niyat yeterli. Mana bu mazhabda sabab vujubihi ash-shahr dedigo, shu nima shuna yiqilishib qoldi. Shu chaqda oyni ko'rgan ekan, shu oyni ro'za tutmoqga deb bir butun niyat qilsa 30 kunga 29 kunga yeterli degan.
Yani ma'o bir bütün hesap buldu degene Ramazonda ilgari bir qatim niyat qilsa 29 kun 30 kun hesap degene bu hali bir normal qarashin. Imom Malikdan shunday kelgan bu niyat shart, ya'ni niyatga muhtoj deganga bu g'alati emas. Shuna bu Imom Zufar mumkin emas bunda deyishi. Imom Zufarning direksiyoni ma'o deb aqlab turibdi. Sham niyatning 5 ilgari niyat qilgan. Yangi niyat qilmasin bo'ldi demoqchi. 5 ilgari, lekin biz bunga raddiyormiz. Yani biz bunga olmaydi. ووجهه أن صوم الشهر عبادة واحدة. Bunun tayangan tahlili nima? Yani İmam Zufar bunda demekçi. Ramazan'a 5 yıldan bir niyet kılsa 29 gün yeterli demekçi dese, qanday tushunish mumkin desa, bu Ramazan ayı degan bir bütün bir ibadet, bir aylık bir ibadet. Bir ibadet deydi buni. Lianna sebebi vahidun. Çünkü bunun vacip bo'lgan sebebi bir. Qachon vacip bo'ldi? Ay birinci kunning kechisini sahih muqim holatda kurash shu sabab vujudda. Va hu shuhud juz'in min ash-shahr. Juz'in min ash-shahr shu Ramazonning birinchi kuni kirgan chaqda kechisi bo'linib kirdi-ku. Kun patqandan keyin Ramazonning birinchi kunining kechisi kirdi. Shu chaqda Ramazonning butun bir oy ro'za tutish vojib bo'lib ketgan chaqda. Biz ayadimi sabab vujubihi ash-shahr dedik. Faman shayda bil shahr degan. Fasara endi mal qiyasam. Endi bu Ramazon ro'zasi nimga o'xshab ketdi? Karakaat salat. Masalan bir namozni biz 4 rakatlik bir namoz desak, aşağı bir niyat qilamiz-ku, lekin rakatdan 4 var. Ma'lum Ramazondan burun bir niyat qilamiz, lekin kunda 29 var yoki 30 var. Har bir rakatga ayrim niyat qilamiz. Har rakatga tug'an chaqda ba'zi mazhablarda jumhur masalan qo'l ko'tarish va sajda qilib tug'an chaqda yana rakatga Allohu akbar deb qo'l ko'taradi degan qo'l ko'tarish bor, lekin ayrim niyat qilish yo'q uni. Har bir rakatga yangidan niyat qilish ketmaydi. Ularga Ramazonning kunlariga ayrim har kunga birdan niyat qilish ketmaydi demak. Va javobuhu. Endi biz bu qiyosni ma'qul demaymiz. Buning raddiyorib va javobuhu anna an-niyata shartun li kulli yawm. Har kunga birdan niyat qilish lozim. Bu Imom Malikning raddiyasi. Nima? Imom Malikning raddiyasi. Her kuni bir niyat qilish lozim. Li anna sawma kulli yawmin ibadetun alahida. Çünkü her bir kunning ro'zasi o'zallığı ayrım bir ibadet. Bu da ayrım bir namazdek. Mesela bir gün desek, bunda 5 vakit namaz var mı? Her bir günde bir peşin, eser, bir şanın mandar demiz. Ela tara ennehu lev fesede savmi yevmin la yemna'u sahhatel baqi. Qaramam sen, bir günün ro'zasi buzilib ketib qolsa, 29 kun, 30 kun hammasi tang buzilib ketadi. Ya, ammo namoz buzilib ketib qolsa, bir rakatda buzilsa, 3 rakatdan buzilib ketdi. Ve kada adamul ahliyeti fi ba'dihi. Shundaqla ba'zi kunlari ro'za tutishga salohiyati bo'lmay qolsa, masalan saram oldi, yoki birinchi kuni sabiyga, masalan, yoki turiblan ayzda keyin saqayib qoladi, masalan. Ba'zida ro'za tutishga loyiq bo'lmasa, la yamna'u taqarrurul ahliyati fil baqi. Boshqa kunlarda ro'za tutish ahliyati bo'lib qolsa, ro'za tutishni cheklab qo'yolmaydi. Fatacibun niyya likul ibadet. Bundan her bir kunga ayrım niyet qilish lozim. Likul ibadet yani likul yawm demek. Ve li'annahu yakhruju an sawmil yawm bimaji'il layla. Yani bir delil bu bir kunlik ro'zani qachon tamomlaydi? Kun petib kech kirgan chaqda tamom bo'ldi. Shunami? Qala sallallohu alayhi vasallam: "İza aqbala al-laylu min hahuna ve adbara an-naharu min hahuna ve ghabat ash-shams." Kechi ma tarafdan kelib, kun ma tarafdan passa, quyosh butunlay ko'rinmaydigan shaklda ketib qolsa, faqat aftara as-saim. Faqat aftara as-saim degan ro'zlarninki ro'zasi tamom bo'lib, ig'iz assi bo'ldigan, halol bo'ldigan vaqtda kirgan bo'ldi. Yani bu kun patqandan keyin ro'zlar deb bir narsa yemay tursimi, ro'zlar deb sifatlanmaydi. وإذا خرج يحتاج إلى الدخول في اليوم الثاني. Yani bu kecha chiqib qolsa, ikkinchi kunda yangi boshlarni o'z tutish uchun yangi bir qadam qo'yishga muhtoj. Fayahtaju ila niyya. Yangi bir qadam qo'ymoqchi bo'lgan keyin yana bir yangi niyatga muhtoj. Ka avval shahr. Xuddi oyning 5ida qanday niyat qilgan bo'lsa, har bir kunga yana bir niyat qilishi lozim. Bu hamda Imom Zufarning ikkinchi mansub qilingan qarashi qarta raddiya. Bu tugidan Imom Zufarning bashag'riq tugidadi. Arliqqa shuna bir qistirilib qopti. Imom Zufar
Ramazanning ro'zasi niyatga muhtoj emas deb bir qarabdi, uning raddiya berib, undan qutulib tursak, Imom Karkiga qo'yib, "Yo'q, Imom Zufar unda niyatga muhtoj emas deb mumkin emas unda" deyshi. Bu nimal amal bin niyat tursa, demak yo'g'ini Ramazonga bir oyga bir niyat başlan bir niyat qilsa yetarli degan Imom Malik o'xshaydi. Imom Malik bilan Imom Zufarning Karki mansub qilgan qarshi ikkisiga raddiya berib, uningdanmi bekor bo'ldi. Endi hozir nima demoqchi bo'ldim? Va amma javoz som bin niyat ila nisf an-nahar. Tushga qadar niyat qila olsang bo'ldi. Cho'qim kechida niyat qilishing shart emas degan masala kelsak, lima rawa ibn Abbas radhiyallohu anhu anna an-nas asbahu yawm ash-shak. Rasulullohning zamonida kishilar shakkini tanotqizdi. Shakkini o'z shaklangan nomi, shakkini qaysi? Sha'banning 30-kuni. 29 oy qaraydi. Yani oyga qarash guvochi bilan asoslangan shakl, tayinlangan shakl isbotlanmadi. Lekin ko'chada haqlar, ko'ch parana yoki ushaqollar, xotin haqlar oy ko'rlabdimish deganda gaplar qilinib turayotgan bir chaq. Bizlar jirim shu jutdim shunda bo'ldi-ku. Niyadi namosham bo'lib bo'lsa, namosham bo'lib, oy ko'rlabdimishgan falan burada bunda gaplar bo'ldi. Ayni bir ahvol bo'lsa, bu yovuz shak bo'ldi. Agar aniq isbotlansa oy ko'raldi deb, Saudiya Misr oy ko'raldi desa, bu aniq isbotlangan shakkin emas. Yani jutqin nisbatan ammo shakkin emas. Bu faqat shar'iy tarafdan rasmiy isbotlanmagan. Ammo ko'rilibdimi degandek bir gap bo'lgan kun shakkin bo'ldi. Bu kunda ro'za tutish cheklangan. Yakında ulamanın her xil qarashlari bor bunda. Har xil tahlil qilib, ba'zilar yaxshi deb bunda qaraydi. Lekin hadisda Ramazondan ilgari 1 yo 2 kun burun ro'za tutmanglar degan bir nahiy bor. Shu bo'la ro'za tutmay yo tutayli deb qaraqlanmay tanotqizdi. Faqadima arabiyyun va shahida bi ru'yatil hilal. Bir arabiy boshqa yerdan kelib Madinaga, men oyni ko'rgandim oqshomda guvohlik beribdi. Faqala sallallohu alayhi vasallam, "Atashhadu an la ilaha illalloh va anni rasululloh?" Faqala na'am. Bu musulmon bo'lgandan keyin guvohlik qabul qildi deb qarabdi. Faqala sallallohu alayhi vasallam, "Allohu akbar." Yani bu Ramazon kirganligini aniq isbotlanganligidan Rasululloh qo'shilib ketib, "Allohu akbar" deb hayajonlanib degan bo'lsin. Yakfil muslimina ahaduhum. Musulmonlarga bunning biri yetarli. Yani birisining guvohligi yetarli. Ulamolar ichida musulmondan birisi oy ko'rdim deb guvohlik qabul qilinmoq ya 2 kishiga muhtojmi deganda ixtilof bor. Bu shunda kelgan rivoyat. Yani shu rivoyatda kunduz bo'lib bo'lgan. Shu chog'da taqa niyatni belgilangan. Ro'za tutmas hamsa. Ramazon hamsa. Ro'za tutib turib, ya u nima bunda bir saqlab turgan. Buni talavvum deb qo'ydim fiqda. Talavvum. Ba'zi fuqarolar unda talavvum qilmas. Ro'za tutdim desak, Ramazondan ilgari 3 kun burun ro'za tutolma degan cheklimiga to'g'ri kelib Ramazon emas bo'lib qolsa deb niyat qilmay turgan. Yo'q, ham og'iz ochmay o'tirdi. Chunki Ramazon bo'lib qolsa, buni og'iz ochib o'tkazsak bo'lmaydi deb. Unda saqlab turgan ekan, endi bir xabar kelib qolsa, ya g'achdan telefon bordi-ku. Ya buga ro'za tutib, ya da oy ko'rgan degan xabar bo'lib qolsa, g'achda shuni asoslanib, men buga ro'za tutdim deb saat 10-11 bo'lib ketgan bo'lsin, qachida ro'za tutamiz. Buni talavvum dedim. Shunda holatda fasama. Asli qaraqimga vaqti shu, niyat qilmagan vaqti. Lekin bir narsani yapishmagan, ig'zatmagan. Bunda saqlab turgandagi vaqt. Fasama va amara bis-siyam. Buni ro'za tutishga buyurdi. Va amara mudadiyan fanada. Zakatchinimi unda zakalat qildi dedi. Ala man akala fala ya'kul baqiyata yawmi. Yeb ishkalab qolsa degan. Kechkisi yapishmisin. Çünkü bu Ramazanның hürmeti için ro'za tutganda o'tkazsa demek. Lekin bu ro'za tutgan bo'lmaydi. Çünkü yapishgan. Va man lam ya'kul binas iste'mol qilmagan bo'lsa, falyasum ro'za tutib olsin dedi. Kun hali bir vaqt bo'lib qolgan chaqda, soat 10-11 dek bo'lib qolgan chaqda ro'za tutinglar deb shu chaqdan niyat boshlandi demakchi. Bu ajroq rivoyatga, lekin Imom Tahaviy Ashura kunning rivoyatini eklab, Ashura kunda buga Ashura bo'lib qolsa, men ro'za tutdim, xalqalloh yemay ichmay aytganning nashd qilmaganlar ro'za tutsin deb buyurgan. Shu chaqda Ashurani ro'za tutish farz chaqlatdi deb
bunda dil keltirgan. Lekin marvat hozir Ramazonning ro'zasida deb, farz ro'zada deb akabdi, lekin bu tashrifkasi ojiz bo'ldi. Shunga dalillikka bo'lolmaydimi akagan. Lekin Imom Tahoviyning esa u bir qadar ham dalillik kerak. Amara bis-sawm, vajilsizlarnima, misha ro'z tutinglar deb buyurdi shunama. Va annahu yaqtadil qudra ala sawm ash-shar'i. Ro'z tutinglar degani shar'iy ro'z tuta oladiganlik imkoniyat borligini bildirdi. Li'annahu sallallohu alayhi vasallam bu'itha li bayan al-ahkam ash-shar'iyyah wa amiran biha. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shar'iy ahkamlarni bayon qilish va shar'iy ahkamlarga buyurish uchun evatilgan. Walau shuritatun niyyatu min al-layli lama kana qadiran alayh. Yani kechidan tartib niyat qilishing lozim deb qolgan bo'lsa, mumkin emas deydi. Nima uchun mumkin emas? Chunki hozir kun chiqib bo'ldi hozir. Shu kun soat 10-11 bo'lib qoldi. Zamonni aql yondirib kechiga bir vaqt bo'lmasi mumkin emas. Fadalla ala adam ishtiratiha. Unda ro'z tutinglar degan ekan, bunda soat 10-11 bo'lib ketgan bo'lsa-mu, tutinglar, kechida niyat qilishing kerak emas degan mazmun chiqadimi shunda. Wali'annahu law arada al-imsaka, yana bir tarafdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shar'iy ro'za tutishni maqsad qilmay, kechgacha narsa yemay, ichmay o'tkazanlar farz tutgandakcha, Ramazonning hurmati kechgacha bir narsa ichmay bunda o'tkazanlar deb menda maqsad qilgan bo'lsa, lama farraqa baynal fariqayn. Aytganlarga nashr qilgan qilmaganlar deb ikkisini ayirmaydi deydi. Ya'ni bundan keyin bir narsa yemay, bunda kechgacha bir sabr qilib turinglar deydigan maqsadi bo'lsa, aytganlar yapishgan, yapishmagan deb unda ayirmaydi deydi. Nafyan lil iltibas. Chunki unda ayirsa, qanday bo'lib qoldi xalqlar? Bu nima uchun unda ayirdi bu? Kechki narsa yemsak, ammo ro'zmaga hisobda nima uchun aytganlar nashr qilganlar qilmagan deydiganda deb qolmay qoldi. Gangrashib qoldi. Wa ma yurwa min al-ahadith fi nafy as-sawm illa bit-tabyit. Hamda mush masalada jumhur ulamolar boshqa qaragan. Ya'ni bu mazhab buningda farz ro'zada tushdan burun soat 11-11:30 qadar niyat qilib olsam bo'ladi dedi. Tamam. Hasan darjil bir hadisda la siyama liman lam yubayyit as-siyama min al-layl. Yoki liman lam yujammi' as-siyama min al-layl. Deb biz muvattadimi mushadisni o'qidik. Imom Malikning muvattasi bor. Ya'ni kechida niyat qilmagan kishiga ro'za yo'q degandek bo'lg'achqa, yani bu hadis hozir Hanifi mazhabining bu shikcha niyat qilib olsang bo'ldi degan taqshirish nima? Bundan da ulamolar hadislar har xil kaptaga chiqar, ixtilof qilgan. Bu hadis keldi. Yana bir hadisda Hazrat Oyshaning huzuriga kirib Rasululloh yedigan narsa bormi? Yo'q desa, "Musulmon sayimda kunduzda." Shu chaqda ro'za tutishni niyat qilish, tamam? Ma baytimiz kitobda o'qigan hadismi? Kunduzda qaraqildi, niyat qildi. Bunda bo'lgan ekan, har xil kelib qolgan ekan, ulamolar ixtiloflashgan. Hani bir mazhabda tong atgandan keyin niyat qilsang bo'ladi. Mesela Ramazon ro'zasi bilan muayyan kunlarni nazar qilgan ikki ishda va yana nafla ro'zlarda 3 ro'zda tong atib bo'lgandan keyin kunduz boshlanib ketgan bo'lsa, sen shu chaqda niyat qilib olsang bo'ladi dedi. Lekin qazo ro'za yoki nafl nazrul mutlaq yoki kaffarat ro'zlarda yo'q dedi. Degan la siyama liman lam yujmi' as-siyam min al-layl deganni ash kaffarat nazrul mutlaq ashulda oldi. Endi ma'noda boshqa hadislarni olgan hisobda. Imom Shafiy naflida kunduzda niyat qilib olsang bo'ldi, lekin farzda kechida nima qilishing lozim. Imom Malik qanday ro'za bo'lsin, kechida niyat qilishing lozim. Kunduz niyat qilsang bo'lmaydi. Shu muvattadimi? Hadisni rivoyat qilgan. Endi shu boshqa ulamolar, Imom Malik va Imom Shafiy farzda dalil qildi. La siyama liman lam yujma' as-siyam min al-layl degan hadisni qanday tushunasiz? Yani bir mazhab ulemalari deb so'sa, biz uni va ma yurwa min al-ahadith fi nafy as-sawm illa bit-tabyit, yani tabyit degan kechida niyat qililish degan. Liman lam yubayyit deb keldi hadisda. Tabyit mahmulatun ala nafy al-fadila. La siyama liman lam yubayyit. Faqat ro'za hisob emas, yenga emas, to'liq mukammal, eng afzal shaklda ro'za bo'lmaydi.
lekin ro'za bo'ldi. Eng afzal tariqa bo'lmaydi degan nafil kamal, nafil fadila deb tushunamiz dedi. Xuddi la salata illa bi fatihatil kitob desani bu mazhabda Fatiha o'qimasangmi, Qur'on o'qisang bo'ldi. Lekin Fatiha o'qimasang-da ubdan bo'lmaydi degandek tushungandek. Tawfiqan baynaha va baynama rawayna. Nima uchun nafil fadilaga ta'vil qildingiz desa, chunki yana bir hadis kelib qoldi. Hazrat Oyshadan qashtirib, tamoq bormi, yeydigan narsa bormi, yo'q desam, idan fa inni so'im deb yana bir hadis keldi. Biz hadisdan hammani oldik Alloh. Bir hadisni olib, bir hadisni tashlab qo'ysak bo'lmaydi. Undan ikki shunda akasak, bundan natija chiqadi dedi. Tawfiqan. Asli bu hadislar, nususlar mutaarid bo'lib qolgandek ko'rinib qolsa, oldindan qanday qilamiz? Al-jam' awla min at-tarjih. Tawfiq degan shu jamlaymiz. Biz shu hamma hadisni tan olib tutish tarafdori tavfiq qilishga tirishdik. Baynaha va bayna ma rawayna. Biz rivoyat qilgan hadislarni Imom Malik rivoyat qilgan hadisni jamlab tushunmoqchi bo'ldik. ولأن النية ليست بشرط حالة الشروع حتى لو نوى من الليل جاز. Yani bir tarafdan bu niyet dastlab tutish qilgan chaqda shu niyat bo'lishi shart emas. Asli shart. Yani ro'za tutgan chaqda asli shart. Tekrar aytsak shart. Lekin bu yerda qiyinchilik bor. Masalan namozda qanda Allohu akbar degan chaqda niyat qilsa tutishnaman. Bu holat shuru, ya'ni muqarana degan, aytmoqchi muqarana degan bir shart bor. Muqarana yoki muqarana sal burun bo'lsa bo'ldi. Alloh akbar deyishni ilgari qilsam yoki Alloh akbar degan chaqda qilsam, shuni Shafiy mazhabida muqarana deb Allohu akbar deb tan elib manimiz edi-ku. Asli shu ro'zda shunday, lekin ro'zda uxlab qoldigan bir ish bo'lg'achqa qiyin bo'lg'achqa buni salamda asallashtirib ko'z yumib mayli dedigan doiraga o'timiz dedi. Hatto law nawa min al-layl jazan. Muqarana kerak bo'lmag'achqa tong otishdan burun so'g'irlik vaqti shu chog'dan ro'zni rasm boshlaydigan vaqt deb qolsak, hammadan ijmo keldi-ku. Xutdan vaqtida niyat qilsak bo'ldi deb. Yani oldiga sursang bo'ldi deb muqaranani shart qilmadi hech kim. Undan keyin bu yerda muqarana shart emas. Halat ash-shuru degani shu al-iqtiron deymiz. Shu chog'da ro'zni boshlagan chog'da shu chog'da niyat birga bo'lish kerak degan shart yo'q. Unda ilgari olsin bo'ldi. Va inma jaza daf'an lil-haraj. Asli muqarana bo'lish kerakda, lekin namozga o'xshash muqarana bo'lish kerakda. Lekin qiyinchilik bo'lg'achqa shuna hamma ulamolar kamchilik qilgan. Lianna avvala vaqtihi tulu'ul fajr sani. Chunki ro'zninki boshlanish vaqti shu fajr sodiq, al-fajr al-mustatir shu vaqtida. Va huwa mushtabihun la ya'rifu aktharun nas. Bu fajr sodiqni fajr kazibdan ulamolar ayirib bilmaydigan bo'lib qoldi. Avom haqqa o'qmaydi uni. Ko'pincha xalqlar buni bilmay qoladi. Wala yaqifuna ala awwal tulu'ihi. Dastlabda shu fajr sodiq chiqqan chaqda fajr sodiq chiqdi deb uni bilmay qoladi. Va huwa aydan vaqtu nawmin va g'afla. Nusi bu uxlab qoldigan, g'aflat qoldigan vaqt. Val mutahajjidu yustahabbu lahu nawm akhir al-layl. Kecha tahajjud o'qigan kishimi kecha namoz o'qib oxirida azroq bir uxlatishi mustahabdir deydi. Yani xuddi tong otgan chaqda uxlab qolgan ahvolni ko'rilib qoladi. Fa innama jaza taqdimun niyyati daf'an li hadal haraj. Undan keyin kishilar uxlab qolgan chaq bo'lg'achqa, vaqtini bilmay, ayriyamaydi xalqlar. Bo'lg'achqa birroq niyat qilsang bo'ldi. Zarurat jihatdan deb ruxsat qildik. Va annahu mavjudun ha huna. Mishal hozir az-zarurat nimasi bor. لأن من الناس من يبلغ آخر الليل. Çünkü bazı sebiler tanıştığın burunlan soruluk vakitte balagat yetip kılışı mümkün. Ya sarang olsa sakip kılışı mümkün. وينقطع الحيض والنفاس عنه آخر الليل. Şu soruluk vakitlerde heyzda nifasta sakip kılışı mümkün. وينام حتى يصبح. Yani bula tanıtan kadar uxlaydigan ahvalı var. وكذا يوم الشك. Yana şek günü var. Keçse niyet kılanmaydı. Niyet kısı bulmaydı. Fakılın şunda müşkilli boğaçka
biz ba'dal fajr joiz dedik. Tong atgandan keyin niyat qilsang bo'ldi dedik. Faqulna bil jawazi ba'dal fajr daf'an lil haraj aydan. İlgiri sürütüşümüz mu daf'an lil haraj oldu. Ama keyingi sürütüşümüz mu daf'an lil haraj oldu. Hozir keyingi sürütüşni ilgiri sürütüşga qiyas qilyaptilar. Ma'lum qiyas bor. İlgiri sürüş qanday joiz bo'lgan bo'lsa daf'an lil haraj, keyingi surishmi shunda joiz bo'ldi daf'an lil haraj. بخلاف القضاء والكفارات والنذر المطلق. القضاء mesela Ramazan'da roza tutmak için kazasını tutmakçı bunun keçisi niyet kılışın lazım dedik. Kefaratı mı şunda, nezrin mutlakta mı şunda? Onundan başka mesela oğlap roza kep kalsa, ceza kep kalsa ne kıldığın çeçin çüğütü işleyimiz, temettuanın 10 gün roza tutuş bu mu şu keçide niyet kılış lazım. لأن الزمان غير متعين لها. Çünkü bu yerde belirtilgen bir zaman yok. Kaza kılmakçı olan adam bir gün kaza kılsın buldu, evet kaza kılsın buldu. Günde öz belgileydi. Nezir mutlak mı? Hayır, bir günde öz belgileyası buldu. Kaparatlıdır şunda. فَوَجَبَتْ تَبْيِيتُ نَفْيًا لِلْمُزَاحَمَةِ. O günde başka roza kısılıp başka roza ketip kalış ihtimali olmadıkken bu çağda özü halap bir günü bekitip niyet kılıvası buldu. Ve yu'tabaru nisfun nahari min tulu'il fecr sani. Anda nisfun nahar da bekitdi o. Nisfun nahar da bekitse biz dal 12 bo'lgan çağı, kun tiklashgan çağı nisfun nahardan da qachonni belgileymiz desa, tong atgandan tatib, fajr sadiqdan tatib, kunduzni shunda 2 bo'lsak, shu yarimlashqini shu hisob deydi. Fayakunu ila dahvatil kubra. Unda olgandan nisfun nahar qachon hisob biz o'lcham qildigan vaqt qachon, ya'ni sen niyatni qachonga qilib olsang bo'ldi, undan keyin hisob bo'lmaydi desa dahvatul kubra. Yani dahvatul kubra va sugra deb ikkiga ayiradi buni bilimlar. Dahvatul sugra degan as-salatu duha o'qiydigan vaqt. Namoz o'qish makruh ya harom vaqt tugab, kun chiqib, nayzi bo'yi va 2 nayzi bo'yi ko'tarilgan chaq. Ya'ni kun chiqqandan keyin 15 minut, 20 minut o'tgan chaq. Shu chaq dahva as-sugra chashka namozni o'qisang joiz bo'lgan chaq. Dahval kubra degan kun tiklishdan burungi chaq. Kun masalan dal 12 tiklishdi deb qolsa 11:30 degandek chaq. Dahval kubra. Yani kun tiklishdan sal burungi chaq. Fayanmi qablaha. Undan keyin kun tiklishdan burun niyat qilish lozim. Liyakunal aktharu manwiyan. Çünkü bir kunda dal 2 bo'lsak bu 50% niyetsiz 50% unda olmaydı. Çoğun 51% niyet kılıngan bolsa o çağda bir gün toluk orunda el-ektar taqumu maqamal kull degan hesapta buldu. Fayakunu lahu hukmul kull hatta law nawa ba'da zalika la yajuz. Shunda bo'lg'achqa dahval kubradin keyin ya kun tiklashgandan keyin niyat qilsa o çağda niyat hesap bo'lmaydi. Li khulul aktari an niyat. Chunki o çağda kunning 51%'te o'tib ketib bo'lgan chaq. Tagliban lil aktar. Yani iqamatan lil aktar maqam al kull. Wa amma jawazuhu bi mutlaq an-niyyati wa bi niyyati an-nafl. Ama yuqorda Ramazon rozasi va nazr al-muayyan al-muqayyad deymiz. Bu roz tutma degan bir niyatlan bo'lsa, bularda nafl niyati olsun bo'ldi dedik. Shunama bunun asasını maalesef فَلِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِي وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا كَانَا يَصُومَانِ يَوْمَ الشَّكِّ وَيَقُولَانِ لَأَنَّ نَصُومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَنْ نُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ. Bu iki sahabe kiram şek günü roz tutuzken. Roz tutup Ramazan bir günü tutmayı ıgzı etkinimizden Şaban bir günü roz tutuyetkinimiz yaxşı deyilken. Lekin ya dikkat qilsanglar, bular mushu kun Ramazon rozasini niyat qildim deb unda tutmaydi. Chunki unda tutish harom, cheklangan shunami? Ham Ramazon taqo kirgan yoki isbotlangan hol yo'q. Yoki shak deb qo'ydi. Shak deb qilsa qanday qildi? Agar Sha'bonni bo'lib qolsa nima bo'lsin? Ramazon bo'lgan bo'lsa, farz roza hisob bo'lsin deb menda roza tutmaydi deydi. Yani bir şey roz tutma deb plan. Roz tutish niyati bilan tutdi. Ramazonning farz rozasida bunda bekitmaydi demak. Va kana sawmuhuma bi niyatin nafl. Ya ularning mush rozasi nafl roza niyati bilan tutdi deydi.
لأنه لا يجوز بنية الفرد. Çünkü bir yerde hadiste çekilgan bo'lg'achqa la tataqaddamu ramadana bisawm yawmin aw yawmayn deb şeklin bo'lg'achqa Ramazonning ro'zasi deb niyat qilgan bo'lar. فلولا وقوعه عن رمضان لو ظهر اليوم من رمضان لما كان لاحتراز منها فائدة. Hani muşula Ramazan bulab qalsa biz ig'iz ochgan holati bulab qolmaydi degan bir ehtiyot bordi-ku. Unda olsa Ramazan bulab qalsa mush ro'za hisob bo'lmaydigan bo'lsa, bunning unda ehtiyot qilishning foydasi yo'qdi. Ya'ni buningdan ko'ra olamizki, bu ikki sahoba agar mush Ramazan bulab qalsa, mush ro'zimiz hisob bo'ladi deb e'tiqod qilibdi dedilar. Nafl ro'za deb tutqardi. Ham nafl ro'za deb tutdi. Nafl ro'za deb tutqini bu Ramazan bulab qolgan taqdirda hisob bo'lib ketadi degan bir nimiz bo'lg'achqa shunga tutgan bo'lar. So'zdan ashimizmi chiqdi. Ramazonni bir kun ig'iz ichib yurgan bo'lganda Sha'bonni bir kun ro'za tutganimiz bu yaxshiroq deb bunda tahlil qilgan bo'lg'achqa ana bimaza mushu asarga asosan yani mushuni bekitishni mana bimaza hozir ikki sahobadan kelgan bir rivoyatni tutib turib asarga tayinib turib da'tilmagan. O'zining kallasi bo'yicha undan divan gapimiz. Undan keyin mushunindan jaiz degan bir nimani chiqadi. وَلِأَنَّ الزَّمَانَ مُتَعَيِّنٌ لِسَوْمِ الْفَرْدِ. Yani bir taraftan muşu zaman yani Ramazan iyi farz ro'zaga bekitilib ketgan. Ama şu farz ro'za vaqtida sen bosh qazo ro'za tutma, uni tutma, buni tutma sen bekatdi deydi. Hatta la yaqa'u fihi ghayruhu bil ijma'. Hamma olimlar Ramazan'ı sen o'tgan yilning qazosini tutma, ya bir kapparatni ya nazrim batmış Ramazan'ı tutib olaydi deganlar. Ramazan'ın ro'zasini tutsa deb ijmo kelgan. Famata hasala aslun niyati. Undan keyin ro'za tutma deydigan bir niyat bilan bo'ldi ekan, kafa mush yetarlik. Liwuqu'il imsaki qurbatan. Ashu och va ushsiz holatda turish ibodat bo'lish uchun ashunchalik niyat bo'lsa yetarlik. Fayaqa'u an Ramadana. Lekin buning tutqar ro'zasi men ro'za tutma deydigan shunda bir ximi turish ro'za bo'lib qolsa, Ramazonga agar shu kun Ramazon bo'lgan taqdirda hisob bo'lib ketadi. Bu hamda Ramazonni bilibmi qilsin, yo bilmayligida kichik sabr qilganda qilsin, Ramazonga tavba bo'lsa, ashunchalik bir kichikgina niyat yetarli. Li adamul muzahama. Chunki bu yerda biz niyatni nima degan to'q, niyatni odat bilan ibodatni ayirish uchun ishlatamiz, yana ibodatni ayirish uchun ishlatamiz degan. Hozir bu Ramazonda boshqa ro'za bormi? Boshqa ro'za yo'q. Undan keyin ro'za tutmaydigan bo'lsam, Ramazon ro'zasi deb bilan shuni avtomatik shundan ketadi. Wal afdalu as-sawmu bi niyatin muayyinatin mubayyatatin lil khuruji anil khilaf. Ama burada afdalını bayan qildi. Endi boshqa ulamolarga kechida niyat qilish lozim deb hadislarga tayinib ashunda ching turgan bo'lg'achqa Imom Malik o'xshash, Imom Shafi'ning farzli ching turdi. Lekin biz al-khuruj min al-khilaf mustahabbun deb talash bo'lmaydi. Hammalarninkida eng mukammal bo'ldi deydigan shaklda qilsak shu afzal. Bu bo'lsa bu kechidan tartib niyat qilib Kişi niyat qilmay bakarım. Mesela bazı ahvalda zarurat safar qilaman, belet okey oldu bu muddat, yani qada hal bulduğanda bunda ahvallar mayli, lekin normal ahvalda bakar niyatlaman atadigan qaraqlaya da bunda kishibsak. Kechidan tartib niyat qilib o'tamiz. Afzali shu deydi. Şu nafliga qilgan niyat ibodat niyati. Ibodat niyati başında. Ay nafli ibodat, niyati taqarrubba. Yani o Ramazan nafli ibodatning o'rni emas. Farzning o'rni bo'lg'achqa, shu nafliga niyat qilsimi, farzga o'takildi. Xuddi bir qoidaga at-ta'yin fil muta'ayyan lagun. Muayyan belgilanib ketgan narsa sen o'z kallang bo'yicha tayinlab, yo'q mana qazo ro'zini tutmoqchi, yo yomil islang o'tkazib topdim Ramazonning makini, men yomil islangning fazilatiga erishilgan ro'za tutmasan u bekor. U cho'qim shariat buni igib eklab, shu xudsiga yutadi. Ya'ni bu mazhabningki shuni tushundim. Lekin sizlar masalan dalillarni tekshirib, selishtirib, Imom Malikningki qarashini tutsam bo'ldi.
Yani kechida niyat qilishing lozim. Yoki Imom Shafiyning farzda kechida niyat qilishing lozim. Niyat bo'lsa, tushgacha niyat qilib olsang bo'ldi. Degan mazhabimda shu dalillarni jamlab turib nima qilgan bo'lsa, bu xil bir qulaylik, kamchilik keltirgan bo'lsa, mayli, bu shu dalildan xoli bo'lmaydi. Yovmush shak o'zi aytganlar butun qazosini qildi. Qazosini qildi. Şu anda ulamalar bunda deydi. Ulamalar yuqorida ikki sahabning qildi. Ashundan qandak sen bir narsani tushundigan, ahkamini bildigan ahlilim bo'lsan, ashunda qilsan. Ashunda sagiklik bilan, usul bilan niyatni oyda mutlaq niyat. Ramazon bulab qolsa, Ramazon hisob, Ramazon bo'lmasa nablolar deb bunda qiz xato. Buni avomliga manda shakl tutsang bo'lsa, endi deyildi. Xatoga uchiroldi. Lekin ahlim bo'lsam, sen ashunda jinichki, uch xatolikni dasmay ash'arlikning shunda qildak nimaga dasab turib bunda qilasan shu yaxshi deydi. Chunki eng obdini shu. Lekin bu avomlar unda to'g'risini unda qilolmaydi. Lamon ekan niyat qilgan chog'da dunyo anda shak bilan niyat qilib qo'ydi yoki birisini muayyanlashtirib qo'ydi chataqsi. Shu ulamolar bu shakkindir o'z tutishda 4-5 xil qarashtirib bor. Yo'q bo'lmaydi harom, yo'q bo'ludi, yo'q manda o'zi bo'lmaydi, manda o'zi bo'ldi deb ashunda jannatga belgilaydi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.